Assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar? Mana bugun sizlarga shu Angliyaga turistik vizasi uchun qanaqa hujjatlar kerakligini ko'rsatib o'taman. Xo'sh, mana birinchisi MyGovdan spravka. Shu ishlaydigan joyingiz haqida ma'lumot. Ikkinchisi spravka ish joyidan. Mana shu joyga ishtobi men ishlayman. Uchinchisi oyligim. Manga shu yanvardan shu noyabrgacha qancha oyliklar tushgan. Bunisi opiska. Men ishxonamdan dam olish uchun spravka so'raganman. Mana shuni menga chiqarib bergan 11-martdan 11-aprelgacha. Keyingisi bankskiy hisob raqam. Men hisob raqamimga $6,396,000 rovna qo'ymaganman. 6,000 yo 7,000 emas, shu aralash qilib pul qo'yganman. Keyin shu bankdagi viza kartani обороткасы 1 yilga siz qancha kirdim chiqdilarni ko'rsatish kerak. Mana shu hujjatlarni hammasini ingliz tiliga перевод qilish kerak. Mana bunaqa. Yana kerakli hujjatlar gostinitsa Bront, keyin bilet. Borib qaytish haqidagi biletingizni ko'rsatishingiz kerak. Gostinitsa Bront bookingga kirasiz, u yerga besplatni Bront qilib kvitantsiyasini olsangiz bo'ladi. Yana bilet ham bironta aviakassaga ishlaydigan birorta tanishingiz bo'lsa agar, shu bitta yasab beradi, чтобы siz u biletni olmaysiz, чтобы shu Bront qilgandek ko'rsatasizda. Keyin o'zini original sayti. Mana 6 oylik vizasi bor, 11 oylik, 12 oylik, 2 yillik, 5 yillik, 10 yillik vizasi bor. Angliyani 170 funt sterlingdan boshlanadi 6 oyligi. Standart vizasi. Meni tanishlarim bor, 6 oyligi ham olgan, 2 yilligi ham olgan, 5 yilligi ham olgan, 10 yilligi ham olgan tanishlarim bor. Keyin davom etasiz. Davom etasiz, уже ketdi. Sizga qaysi til afzal, yo ingliz tili, rus tili, next. Keyin qaysi mamlakatdansiz? O'zbekiston. Ketdi u yog'i. Чтобы siz bilasizmi, qayerga borishni, qayerga отпечатка berishni ham bilaman. Ketdi. Start. Bu yerga so'rabdi, endi o'zimning akkauntim bor-da bunga. Akkauntga kiraman. Bu yerga ketdi. Nima desam? Agar bu uchun ham alohida sizlarga video kerak bo'lsa, men sizlar uchun bu uchun alohida video chiqarib beraman. Mana shu saytga kirasiz. Keyin to'ldirib ketasiz. O'zingizga birinchi ochiladigan akkaunt ochasiz. Keyinchalik ismi, familiyangiz, pasportingiz, hamma narsangiz oldingizga bo'lishi kerak. Pasportdan shu seriya pasportni so'rashadi, pasportning srokini so'rashadi, qachon olingan, qayerdan olingan, ish joyingni ko'rsat deydi, oyliging qancha deydi, sen 1 yilga qancha rasxod qilasan, 1 yilga qancha oylik olasan, mana shularni hammasini sizlar hujjatlarni ko'rib, hisob kitobini yaxshi qilib to'ldirishingiz kerak. Adashmasdan. Mana shuni to'ldirasiz. Keyin o'zi mana shunga anketaga kirsangiz agar, o'zi tushunib ketaverasizlar. Agar ingliz tilini tushunmasangiz agar rus tiliga rus tiliga o'tkazasiz. Agar rus tilini tushunmasangiz agar mana shu Google Chrome'dan kirasiz. Google Chrome'dan shu ingliz tilini o'zbek tiliga перевод qilib polniy dasturini ishlatib ketsangiz bo'ladi. Agar sizga yana qanaqa ma'lumotlar kerak bo'lsa agar kommentariyaga yozinglar.